خب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan bu darsimiz davom qilgan bo'lib, Ali Imron surasining 116 kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolgan o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. صدق الله. Ayet-i Kerim'nin Uygurca tercümesi. Şübhisiz ki kafirlerinin malları, balilleri Allah'ın azabı aldıda hergiz hiç nersige dal bololmaydı. Ular dözak ehlidir. Dözakta mengu kalıdı. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari
o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilayotgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egalarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Alloh zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ey mu'minlar, o'zinglardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mashaqqatda qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi egizlardan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida ushurgan dushmanligi teximi cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushundigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutsizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanlikni yushirin tutadi. Sizlar ham sizlar hamma samoviy kitobga ishnisizlar. Shundoq turug'liq ular sizlarni o'ch ko'radi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Allah o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga eg'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiyilasi sizlarga qilch ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mu'minlarni urush saflariga o'rinlashtirding. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Xo'sh. Innallazina kafaru. Innallazina kafaru bi ayatillahi wa kazzabu rusulahu لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة وأولئك أصحاب النار الملازمون لها لا يخرجون منها. Allah'ın ayetleri kafir oğalla. Allah'ın peygamberlerini inkar kıgalla. Uladın ularning pul mal balvaqilari Allah'ın dünya ve ahiret azabıdınca hiç qandaq bir narsa mudafiə qılanmaydı, hiç bir narsaga arzimaydi. Ula u Allah'ın azabıdan çıkmay ula dözək əhlidir. O dözəkni lazım tutuşudur. Yani o dözəkdinço məngu çıxmaydı ve çıqanmaydı. مثل ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه وما يؤملونه من ثواب كمثل ريح فيها برد شديد هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيرا وبسبب ذنوبهم لم تبق الريح منه شيئا وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة ثوابا وما ظلمهم الله بذلك
ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصيانهم. مثل ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا. Muşu hayatı dünyada yaxşılıkka pul xaraj etken, iqtisat xərcləyən kafirlərin oxşu və ular olsa Allah bu xərcləyən xəracdinki savabını ümid qılatdı bular. Bunun oxşu bir şamal oxşaş ki bu şamalcı bir qattiq soğaq var. Qozğaldı bu qattiq soğaq bir topluma, bir jamoa, bir xalqning ziroatini siz qo'zg'aldi da. Bu qavm, bu jamoat u ziroatning yaxshi mevasini, mahsulotini kutatdi. U o'zlarining gunohining sababi bilan bu shamol, so'g'oq shamolcho u ziroatdan hech qanday bir narsani qoldirmadi. Hammani taltis vayron qilyapti. Bu kofirlarmi oxiratda hech qanday savobga erishamaydi. Ularga Allah zulm qilmadi. Onun qarta. Lekin ular o'zining kofirlik qilishlan va o'zining osiylik qilishlan o'ziga zulm qilgan bo'ldi bas. Ya eyyuhallazina saddaqullaha va rasulahu va amilu bi shar'ihi la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin tutli'unahum ala asrarikum فهؤلاء لا يفترون عن إفساد حالكم وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه. وقد ظهرت شدة البغض في كلامهم وما تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم. قد بينا لكم البراهين والحجج لتتعظوا وتحذروا إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه. Hey Allah tasdiqlab, Allah'ın peygamberi tasdiqlalla, Allah'ın şeriatiga amal qilganlar. Mu'minlarni qo'yib qo'yib turib, kofirlarni o'zinglarga sirdosh va do'st bo'lmanglar. Ki ularga o'zingning ishki dunyolaringlarni, o'zingning bag'ringlarni echib, ularga butun hammani xabardor qilsizlar. Ular olsa sizning ahvolingizga buzg'unchilik qilishuncha hech bo'shashmaydi. Ular sizga yetgan zahmat va yiqimsizlik, xoflik, qattiqchilikdan iborat bu narsalarcha xursand bo'ladi. Bu ularninki, bu düşmanligininki qattiq düşman ekanligi ularning gap so'zda chiqqan gapidan ko'rinib turibdi. Uning qarg'anida ham ularning qalbi yushirvog'ini düşmanlikdan iborat sizlar qarta ularning qalbiga saqlab qo'ygan maxfiy düşmanligi u og'iz chiqqan gapi qaraganda eng cho'ng, eng bak yo'g'on texe. Eg'iz chiqidi bu. Ammo sizlik düşmanlik qilishda maxfiy ko'ngil saqlab qo'ygani bak cho'ng ham noati ig'ir, qattiq deydi. Sizlar uchun nurg'un hujjat va davli faktlarni bayon qilib o'tdik. Buningdan pand nasihat, ibrat og'aysizlar uchun va ulardancho ogah bo'lgaysizlar uchun. Agar Allah subhanahu va taoladan Allah subhanahu va taolaning pand nasihat mav'izlarini va buyruqlarini va cheklamalarni sizlar kallangizga olib, ashni bir taaqqul qilib o'ylaydigan bo'lsanglar. ها هو ذا الدليل على خطئكم في محبتهم فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم وهم لا يحبونكم ويحملون لكم العداوة والبغضاء وأنتم تؤمنون بالكتاب المنزلة كلها ومنها كتابهم
وهم لا يؤمنون بكتابكم فكيف تحبونهم وإذا لقوكم قالوا نفاقا آمنا وصدقنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن تعضوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب لما يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم وإعزاز الإسلام وإذلالهم به قل لهم أيها الرسول موتوا بشدة غضبكم إن الله مطلع على ما تخفي الصدور وسيجازي كلا على ما قدم من خير أو شر. Dikkat, bu delil. Sizlarninki aşşu munafiqlarni yaxshi ko'rish jarayonidagi sizlarning xato qilib qolganligingizga, ketib qolganligingizga, xato qilishganligingizga bu delil. Sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar, munofiqlarni. Ularga qo'lingizdan kelishicha ihson qilib, yaxshilik qilasizlar. Ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Sizlar uchun ular konuda düşmanlik va o'chmanlikdan iborat bu xilcha yushurun bir yomon ko'rishni doim birga ko'tarib turdi. Sizlar olsanglar, tushilgan kitoblarning hammasiga ishonisizlar. Tavrat, Injil, ondan boshqa ahli kitoblarningki, ular tushilgan kitoblarning hammasiga ishonisizlar. Va bu tushilgan kitobdan qatoridir, ularning kitoblari bor. Tavrat, Injil bor. Shundoq tug'an turqliq ular sizlar uchun dushmanlikni saqlab, ayna qadaqado sizlarni yomon ko'radi. Sizlar bo'lsanglar, tushilgan kitobning hammasiga iymon keltirsizlar, va u tushilgan kitobning qatoridir, ularning kitoblari bor. Ular sizlarning kitoblaringizga, Qur'oni Karimga ishonmaydi. Qandoq bo'lib ularni yaxshi ko'rgan bo'lib qoldinglar? Qandoq bo'lib yaxshi ko'rsizlar ularni? Qachon sizlar ular sizlar ushqisa, ular deydiki, nifoq yuzasidan biz ishondik va biz tasdiq qildik deb eg'zoki deb qo'ydi. Qachon ularning ba'zisidan bir yerga to'plashgan chog'da, shundoq bir o'zaro bexoli bo'lib bo'shagan chog'da, ular uchun g'am qayg'u ular uchun ko'rinib turgan ko'rinadi. Ular özlerinin barmaklarınınki etraflarınca naiti adavat ve gazaplarınınki ne kadar katıklanacaktıdan barmaklarının etraflarını çişligil başlaydı. Neme için? Ular Müslümanlardaki yepişkak, özara çıkışış, ularının kelimiz gap sözünün naiti bir yerde ikenligi ve İslam'ın kündün künüge nusret tepip, izzetlenip, kötürülüp gitpağanlığı bu ahvalını görüp ular çıdamasın uğuz qaynat açıqlığının ki gazabının ne kadar işip ketkenliginden kollarının parmaklarını çişigil başlaydı. Ve ularning aş kötürülüp izzet tepken İslam bilen ular harip qalgan boğaşqa. Bu bo'lsa biz bunlardan chetqa qilmaydik. Bu bo'lmasa İslamiyet, bu bo'lmasa bizning bu dinimiz, bizning bu kitobimiz, bizning bu yo'limiz ustida ma'lum bo'ladiq. Bizlar surkunish qiladigan, to'qinish qilgan bekim bo'lmaydi deb özren Kul lehum eyyuhar rasul. Degeni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu münafıklar için. Mutu bi şiddeti gadabikum. Öyle olmazlar. Sizlarninki şu açığınınki, gazap, nefretiniki katkılı bilen ölüңlar. Hakikaten Allah subhanahu taala dilini yuşturup durgan bu adavetinin yüzünü bilip körüp doğuşudur. Ve Allah subhanahu taala sizlar mundan burun ilgari qilgan yaxshaman ish qishlaringlarning hammasi qartacho yaxshilik mukofot yomon ishlaring qarta va yomon jazo beradi. ومن عداوة هؤلاء أنكم أيها المؤمنون إن نزل بكم أمر حسن
من نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن. وإن وقع بكم مكروح من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك. وإن تصبروا على ما أصابكم وتتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه لا يضركم أذى مكرهم. والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد محيط وسيجازيهم على ذلك. Aş münafıklarınki düşmanliginin ne kadar katılın katarındır. Çokum silahı müminler. Eğer silahga bir yaxşılık sizlarga yetib qip qalsa, bir yaxshilik tushsa, g'albidan iborat, o'lja, g'animatdan iborat, bu sizlarga tushib qip qalsa, ular bir g'am qayg'u va ansizlik nima bo'ladi, andishlik oshkor bo'ladi. Agar sizlarga bir yiqimsizlik, mag'lubiyatdan iborat, pul molinglarda, nafslarda, mevchivinglarda bir o'ngsizlik, bir makruh, yiqimsiz ahvol sizga yetib qolib qolsa, sizga tushib qolib qolsa, uningdan ular xo'shib ketadi. Agar sizga yetgan bu musibatga, buni sabr qila olsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, Allah buyurgan va Allah eningdan chekilgan ishlarda Allohdan qo'rqsanglar, sizlar uchun ularning yil mikri to'zaqning hech qanday bir aziyaticho zarar yetkazolmaydi. Allah küpür, pasatlıktan ibaret şu kapırla kıygan işkişinin hemminin etrafını korşap doğucudur. Allah onun karta ceza biridir. Vazkur eyyuhar Resulü hine harajte min beytike labisen uddetel harbi تنظم صفوف أصحابك وتنزل كل واحد في منزله للقاء المشركين في غزوة أحد والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. Yad etkin, esligin, ey Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, öz vaxtında sen uyuңден harbiy kiyim-kechakni kiygan chaqda chiqding. Sizning sahobalarning sap-saplarini radga solib, harbiy bir nima qilish uchun, bir radga solish uchun, ta'lim tarbiya berish uchun, sizning sahobalarning shu saplarini radga solish uchun harbiy kiyimlarini kiygan vaqt uyingdan chiqding. Bu ahvol asligin. Va tushirsan, har bir mujohidning birisini o'z o'rnida, Uhud urushida kofirlarga va mushriklarga ular bilan ushish uchun har birisini o'z o'rnida tushirdim. Allah sizlarning so'zinglarni anglab turuvchidir, qilmish harakatinglarni bilib turuvchidir deydi. Xo'sh, oyat karimda ma'lum nimalar bor, balog'iy taraflar bor. Uni tezroq deb o'tamiz inshaalloh. Kemasal rihin fiha, kemasal rihin fiha sirrun. Bunun teşbih temsil var. Teşbih temsil. Yani teşbih temsil digelinin özü nime digen de teşbih temsil digen nime o dese teşbih temsil digen meselen o bir terkip boğan bulup o öz orunun başka işletilgen bir terkip. Nime için kaysiyatın bir alaka, müşabeh bir okş alakını cahdedin. Ening uchun asl ma'noni iroda qilishdan to'sqich bir qarin bo'lishi bilan buni tashbih tamsili deyildi. Uningdan boshqa la tattaxidu bitana. Bunun istara tasrihiyya var. Yani bunun da şu la tattaxidu bitaneten. Yani nimini şu bir sırdaş olmakçı adamın üzerine bir bitana bir mındaq ediyal
kim nimaga o'xshash bundoq ishki nimaga buni u tashbih qildida la tattaxidu bitona. Bu yerda bu yaxshi ko'rgan unilqi sirdosh bo'lmoqchi bo'lgan kishi ular mushabbah bo'ldi. Bitona mushabbahun bih. Mushabbahun bih bu yerda nima bo'ldi? Mazkur. Mushabbah mahzub. Olsa ash sirdosh bo'lmoqchi bo'lgan kishilar munofiqlardan iborat. Buni istar tasrihiya deydi. Enangdan başka in temseskum hasenatun. Bunun da çoğu in temseskum hasenatun tasuhum ve in tusibkum seyyatun yaprahu biha. Bunun da bu nim boğan bulup bu muhassenatul bedeiyyen katardın. Muhassenatul bedeiyyen katardın. Bu şu mukabele. Çünkü temseskumga tusibkum birbirine tekabül oldu. Hasenaga seyyi'e tesuhumga yeprehu muşmuşuz. Bunun üzerine muhassenatul bediyyen katardın değildi. Bunun mukabele. Bu mu? Tibahının bir nevi türü. Hoş. Dersimiz tefsirden inşallah ayet oldu. Hazır başka usul fikheden olan dersimizin devam kılımız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.